Biz sizni, o'zimizni Qarт bobobuz Abdulhavi G'imatov Hem Qarт abiyimiz Musharraf Shaymulini bilan tanishtirasimiz kelar. Sug'ishta qadar Qarт abiyim o'qituvchi, Qarт bobo kolxozda ishli. Qarт bobo sug'ishda Ukraina, Vengriya yerlarin dushmanlardan azad etishda qatnasha. Sug'ish vaqtida ular Belgrad өлкәсенең Godnya stansiyasida uchrashalar, adreslarini alışalar, xatlar yazışalar. Qarт abiyim sug'ishda Kazandan Budapeshtga qadar borib yetdi. Qarт bobo sug'ishda Qizil Yulduz ordeni, sug'ishdagi батырлыгы medali bilan bo'laklana. Sug'ishdan so'ng ular Saba rayonini Ishtixon avulida 46 yil birga turmush etib, 7 bola o'stirdilar. Biz ularni esga olib yashaymiz. Men G'imatova ismini, Men Shamil Qarт bobobuz ham Qarт abiyimiz bilan g'ururlanamiz.